Assalomu alaykum savoqdoshlar. Bizning kompyuter o'qiydigan o'quvchilarningki hammaga inglizcha yardım bo'lsin uchun men inglizchani imkon bo'lma qisqa shaklda tezroq o'rganadigan usullarni deb o'taman. Oldingi qatim biz shu 26 dona harfni yo'llagan bolalarga yazilish, o'qish uslubini o'rganinglar deb bolalar topshiriqni ko'pincha bolalar ishlatdi. Ishlamganlar bilan to'liq ishlab moslash bersanlar. Biz 6-7 oy ichida shu normal gaplarni tushunadigan bir filmlarni ko'rsak, bunda anqirg'idek ba'zi ankit formula bor toshqazidek bunda holatga biz yetmoqchi. Shuning uchun ham ish unda oson bo'lmaydi. Sizlar moslashib bersanlar, men manchil o'rgandim, sizlar manchil o'rganinglar degan ish yo'q u yerda. Lekin yo'lni qisqa qilib, vaqtni ustib, tez suratda mansab nurg'un yo'llarni qisqartib biz oson bir shaklda bu o'rganmoqchi bo'lgan tillarni yaxshi o'rganib ketishimiz mumkin. Hamda men bu inglizcha meniki mustaqil kesmem emas, men kompyuter dars o'taman. Men bir til bilan hamda 15 yil mustaqil bir tilni haplashib baqqanligim uchun men bu tilninki azroq xarakterini bilmay desam bo'ldi. Qandoq o'rgansak tez o'rgangil bo'ldi, qandoq o'rgansak vaqtni tejab qolamiz degan sohada men bu saboqdoshlarga hozir ko'pdir yardım qilish uchun bu darslarni tayyorlab etyapman. Bugungi darsimiz shu ingliz tilidagi tunji savoq chiqarayotgan bolalarga nisbatan almashlar, ingliz tilidagi almashlar deganni men qisqacha bir tushuntirib o'taman. Endi bu tunji qatim biz og'zimiz azroq chiqqandan keyin almashlar ko'p uchraydi. Endi bu almashlarni birdan o'qsaqmi bo'laverdi. Mesela ma'no o'qitib, ma'vodlar kelgan ma'no o'qsaqim bo'ldi. Lekin bu kundalik normal so'zlashayotgan ahvol ostida biz shularningki ko'p ishlatilib qolganligimiz uchun biz buni saboqdoshlarga bir o'rtoqlashib tushuntirib o'tamiz. Chunki men dastlabda ingliz o'rganganda men duch kelgan masalalarning birisi almash masalasi. Birden mun deydi, birden mi deydi, birden ay deydi, birden may deydi, birden mine deydi, birden yourself deydi. Şunu men uqamaganlıqdan keyin uqsam bu bek retlik shunda tushunishlik bu almashlar ekan. Buni uqib olsak, qarshi taraf so'zlavasa biz sizdan inkas bildira oladiganmiz. Haligi qarshi taraf so'zlavasa biz tarjima qilib manda deyapti, manda demasek u vaqtimiz bek ketadi, buning bek avarsi. Biz tushunib, yaxshi o'rganib qarshi taraf so'zlab bo'g'ichi biz avtomatik inkas qaytargan holat kelmoqchi. Shuning uchun men bu yerda bu darsda ingliz tili asosida 5 tillik almash va almashlar degani bu yerda men shaxslarni har bir siziqni birinchi shaxs deb qo'ydim. Qatirg'alan birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs, mana uchinchi shaxs, mana narsaga qartilgan uchinchi shaxs. Mana birinchi shaxs ko'plik, mana ikkinchi shaxs ko'plik, mana uchinchi shaxs ko'plik. Shu tur bo'yicha siz azroq ko'ngil bo'lsanglar, buni biz inshaalloh to'liq tushunib ketalaymiz. Endi boshdagi birinchi qurdagi mishadan tortib mishagacha mustaqil kishilik almashlar. Men buni hozircha parcha qilib tushundiraman. Shu birinchisi mustaqil kishilik almashlar. I, you, he, she, it, we, you, they. Ikkinchisi to'ldiruvchi almashlar. Buni ishlatadigan ya'ni men tafsiliy tushundiraman. Me, you, him, her, it, us, you, them. Mana bu jumlacha to'ldiruvchi bo'lib kelgan tushum kelish o'rniga kelgan almashlar. Buni men tafsil tushundirman. Uchinchi turdagi eglik sifatlar. My, mening, your, his, her, its, our, your, their. Bu eglik sifatlar. To'rtinchisi eglik almashlar. Bu masalan to'liq egi deydi, men hozir tafsil tushundirman. Mine, meninki, yours, his, hers. Ma'amda not yozib deb ishlatilmaydi. Men kim itsninki o'tirib peshkat qanday oldu, kemiz qanday oldu, men buni tafsili tushundirman. Ours, bizning, yours, sizlarninki, theirs, ularninki. Endi oxiridagi o'zlik almash. Bu o'zlik almashlar masalan myself, men o'zim, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Endi bu yerga asosiy maqsad shu 1, 2, 3, 4, 5. 5 qata almashni bilib olsak, inglizda bor yo'qmi shu.
Boştan pişik bilsek normalda hamda biz til tədqiqatçısı bo'lmagandan keyin bu ishkillab kirib nim bu deb. Normal o'zimizning hayotdan chiqish, bir yer sayohatlik bo'lsak, o'zimizning hayotdan chiqish, bir yerlik berib qolsak, bir chiqqan bo'lsak, bu formulani, ankitlarni o'zimiz bevos to'shqizish uchun biz mushunda normal, hozir darhol keraklik bo'lgan mushu so'zliklarni biz o'rganamiz. Hatugime hamma formulancha mushu ketarlik narsa hammani naq maydonda mush ko'rsatib sizlarga pishiq o'rgatib o chaqda sizlar nurg'un materiallarni ko'rsanglar, sizlik tunishlikdek mana oson bilib olasizlar. Endi bizning mavzuyimiz mushu 5 turlik almash, o'quvchilar qattiq chim o'sha tursanglar, ham mushu 5 turlik almashni bilib olsak, inglizida mushu almash mushta 5 turlik bo'ldi ekan deb tushunib olsanglar bo'ldi. Men hozir buncha bir-birlab tushuntaman. Endi bu bu yerdagi mushu subject pronouns degani yana personal pronouns mustaqil kishilik almashlar, mishadan tortib mishagacha kishilik almashlar. Men, sen, u ayol, u narsa, biz, sizlar, ular deydi. Mustaqillama hech qanday ma'no qatilmadi. Miya kelib hamda bu to'ldiruvchi almashlar, ya'ni tushunkilik bo'lib keldi. Bu asosan ko'pincha pillardan keyin keldi. Mi, manga yoki mini, manga, ga, qa, ga, ka. Bu yerda mushuning o'zi mishakagacha to'ldiruvchi almashlar deb yodlaymiz. Me, you, him, her, it, us, you, them. Üçüncüsü bu süpet almashlar. Süpet turdaki almashlar. My, mening, sening, uning, bizning, sizlarning, ularning dedi. Mana bu yerdeki iyilik süpetler. Dördüncüsü iyilik almashlar. Mine, meningki degenniki mishadan tortib ta mishagacha iyilik almashlar bo'ldi. Oxirgi 5-inchisi refleksiv pronouns degani o'zlik almashlar. Mishadan tortib ta oxirigacha biz o'zlik almashlar deb 5 turga bo'lib oldik. Bu suratdan shuni bildikki, mao kishilik almashlar, to'ldiruvchi almashlar, iyilik süpetler, iyilik almashlar, o'zlik almashlar deb inglizchada mushu 5 almash bor ekan deb tushunib olsanglar bo'ldi. Endi bu yerda mushu amini pash etman. Mustaqil kishilik almash dedingiz, bu nima desa boshdan men bu yerga tafsil yozib qo'ydim. I, men, you, sen, he, u, erlik, she, u, ayolga qaratilgan, it, u narsa, we, biz, you, sizlar, they, ular. Mana hammasini mushundan yodlab bu mustaqil kishilik almashlar ekan desam bo'ldi. Nima uchun? Jumlalarningki asosan 5 keldi deb tushunsanlar bo'ldi. Men bu yerga resimlarimni chiqarib qo'ydim. Meni qarab turib taqisanglar bo'ldi. Masalan, hammasini kichik bunda shakli bilan chiqarib qo'ydim. Masalan, men student degan misol olsam, misol endi. Jumla etmayman men. I am a student. Men o'quvchi. You are student. Sen o'quvchi. He is a student. U o'quvchi. She is a student. U o'quvchi. It is a cat. U mushuk. We are students. Biz o'quvchilar. You are students. Sizlar o'quvchilar. They are students. Ular o'quvchilar. Mana bu hammasi bir misol hamda. Lekin biz bu yerda jumla etmaymiz. Mushningki mishadan tortib mishaqcha mustaqil kishilik almashlar ekan deb tushunib olsangiz bo'ldi. Haliqi 5 tal almashniki birinchisi shu. Ikkinchisi to'ldiruvchi almashlar. Bu qanday yerda keldi? Mana biz bayatini so'zlab bo'ldik. Bu mustaqil kishilik almashlarla ishimiz tugadi. Endi ikkinchisi to'ldiruvchi almashlar. Tushunkilik kelgan. Buningga ga, qa, ga, ka, ni degan shunday so'zlarcha qo'shilib tarjima qilindi. Masalan, men oddiysi mushunga men call degan shu pilni misol qilib I call you desamchi, men sen telefon qilma. Yoki you call me desam, menga telefon qil. Mana shu hammamiz pilning kendini shuncha qo'yishga bo'ladi. Menga telefon qil, sana telefon qilay, uningga telefon qilay, uningga telefon qilay, uningga telefon qilay, bizga telefon qil. Ularga telefon qilgan degandek mushularni biz ishlatamiz. Ya'ni menga me degan men, sen, u degan gap yo'q bu yerda. Ma'no desangiz bo'ldi. Menga mushu 4 ma'noninki birasi jumla ichiga qo'shilib keldi. Uni jumlaniki kontekstga qarab turib bilimiz. Ma'vo ikkinchi turdagi to'ldiruvchi almashlar. Hamda 3-chi turdagi almashlar
İyilik süpetler. Yani iyilik süpet bulup kıldığı almışlar. Bu my, your, his, her, it, our, your, their. Mana maul ağzımızda çıkıp oğuçu nen degan tercümini qo'shib tercüme qilamiz. Mesela bir yerde bu baka bundan may deb kelmaydi. Çoğun bir iyilikini ifadelaydi. Mesela kitapni book degan kitapni misal qilib qo'ydim. Cümle emas. My book mening kitabım. Your book sizlarning kitobinglar. Yak your book sizlarning kitobinglar. His book uning kitobi. Her book uning kitobi. Its book uning kitobi. Our book bizning kitobimiz. Your book sizlarning kitobinglar. Their book ularning kitobi. Demakchi, mushu kep bo'yicha ning degan tarjimcha chiqib bo'ldi degan gap. Bu ko'pincha jumlada mushu aniqlovchi va aniqlanuvchilik rolini o'ynaydigan almashlar. Men hozirroq misol keltirib qo'ydim. My plane is delayed. Mening aeroplanim kechikib qoldi. Your dinner is ready. Sizning kechki taomqil tayyor bo'ldi. Ya'ni bu yerda mening, sening degan gaplar chiqyotdi demoqchi. Mana biz buni iyilik sifat almashlar deb ataymiz. Ko'p ishlatamiz buni jumlada. Endi to'rtinchisi iyilik almashlar. Rasmiy almashtırib kirdiganlarim o. Endi buni men hozirroq farq etish uchun bunga bunda qo'shimcha qo'shib qo'ydim. Ya'ni ninki, ning degani bayatdan keltirib mayda. Endi mine desak endi mao iyilik sifatida ki degan absolute deydi buni. Absolute degani to'liq iyilikni ifodalagan. Hem nurg'un bolalar bunda ki degan gapni bunda kammaydi deyishi mumkin. Lekin tiz so'zlashni, tiz inkos qaytarishni o'rganmoqchi bo'lganligimiz uchun mana bunda qo'shib o'rganib olsang yaxshi demoqchi. Men my degan mening oldi, mine degan mening olsam qanday farq etimiz bor. Lekin mushu ninki degan ishlatildi. Masalan qaranglar, this car is mine. This car is mine. Bu mashina meningki dedi. Bu mashina bir xato to'xtatibsiz, kimning mashinasi bu? Mine, meningki dedi. Shuning uchun men mine meningki, yours seninki, his uninki, hers uninki aylanqatlan, its uninki, ours bizninki, theirs ularninki dedi. Shunga my bilan bayning o'tirsansa farq qilish uchun mushtarak farqlantirsanlar bo'ldi. Endi bu ko'pincha jumlalarningki keyingi ko'p uchraydi. Endi hozircha mushundaroq tushuntirib qo'yman. Qolganda jumlalar chekirgan joyda men tafsilotini tafsili tushuntirman. Mana bu 4-turdagi iyilik almashlar. Endi 5-turdagi ikkisini masalan bu iyilik sifatlari bilan iyilik almashlarni, masalan iyilik sifat va iyilik almashlar deb mana ikkisini farqlantirib qo'ydim. Ma'num qarab, mana adjektiv degani meyadagi iyilik sifatlarning deb keldi. Mao iyilik almashlarga ninki yani ning degani deb bo'lib, keyingi ki degani qo'shib qo'ysanglar, to'liq tarjimasi yaxshi chiqadi demoqchi. Men bundalar o'tirishni olib qo'ydim. Bundan keyin men ko'p ishlatdim, sizlar mushta tushunsangiz bo'ldi demoqchi. Hamda ko'pligi ustozlar bor, mushu tiljat mutaxassislar bor. O men Mao inglizcha mening mutlaq kasbim emas. Men asosan kompyuter o'taman. Bosh tillar yaxshi, lekin men inglizchani men hamda yangi bo'lganligim uchun bolalarga yo'lni qisqartib, men tezroq o'rganishiga men bir 4-2 bo'lib, sabab bo'lib qolsin deb, menda o'zimningki o'rganganlarimni qisqartib, menda o'rganish bo'lmamdi deb men meni sizlarga ham bahrilayapman. İmkan bor, men yo'lni qisqartiraman. 1 yil o'rgangan narsani 6 oyga tushirib qo'yman. 6 oylik darsni men 3 oyga tushirib qo'yman. Xo'sh, unda bo'lsa, bu yerda o'tgandan keyin biz 5-turlik almash, refleksiv pronoun degani o'zlik almashlar bor. Hem bu o'zlik almashlarda mana biz bayan mustaqil kichik almashlar deb qo'ygan. Unda 30 solishtirib hamda. Mishadin buniki ma'nosi myself, men o'zim. Yourself, sen o'zing. Himself, o o'zi. Herself, o o'zi. Itself, o o'zi. Ourselves, biz o'zimiz. Yourselves, sizlar o'zinglar. Themselves, ular o'ziydi. Bu bir ishni masalan mustaqil o'zlan bir taraf qilgan bo'lsa, biz mushundaq almashlarni ishlatamiz. Masalan, men bir misolni keltirib qo'ydim. I did it myself. Men o'zimdan qilib etdim. Boshqa damarlashmada men o'zimdan qilib etdim. Shaxsan qilib etdim degani
mana mushundaq chiqadi. Qolgan nima? O jumlachichu to'liq kelma. Bizning bu yerda o'rganmoqchi bo'lganimiz mush ingliz tilida 5 turlik almashma ekan. 5 turlik almashdan keyin mana ma'nisi, türi, qandaq ishlatadi oshni mushaqatdan pishiq bo'lunlar demakchi. Men ma'nolardan vatılda so'zlab ketaman demakchi emas. Mush almashlarni ravruz tunishib olsanglar, tug'imi jumlalarni har birisiga 3 dan 4 dan 5 dan jumla kelib, takrar so'zlash orqali sizlarga anglab bo'luvchi inkas qaytargan holatga ma'kilalayman. Ammo moslashib bilmasanglar, manda o'rganib qolgan bir gap bo'ladi desanglar, yana 4-5 yil qatlaversin. Elim hozir nurg'un bolalar bor. 4-5 yilni o'tkazib o'tdi. Bir til o'rgansa til o'rganib bo'ldi. Muqim ishlagan bo'lsa iqtisodiy unum yaratdi. Bir kesni o'rgangan bo'lsa, bir oshxona ochib sev qo'yishni o'rgansa mutlaq o'rganib bo'ldi. Lekin uni buni qilib ma sarsarchilik tumanda ketaversak, yana Sina cho'lda biz yana 40 yil cho'glaymiz. Shuning uchun bolalarningga nima o'rgansanglar, yaxshi o'rganinglar. Mayli uni o'rganinglar, mayli kompyuter o'rganinglar, mayli bir kasb o'rganinglar, mayli bir til o'rganinglar, ish qilib boshdan mushu g'oya nishonimiz qimmatimizni belgilaydi deb, mana g'oya nishonimiz aniq bo'lsin. Agar u qalamga o'rganib ketaversak, eng oxiri egisi qo'lga qo'shib shamol qayonni chiqsa shu yoqqa ma'lum bo'lib qolamiz. Shunga men misha darsini tugatdim. Ma darsimizning asosiy mazmuni o'sha ingliz tilidagi 5 almashni siz tur bo'yicha pishiq o'rganinglar. Study and study. Bu burunni tatbog'i ma o burunnim qanu muallim mushun to'l takrorlaydi. Uzluksiz tirishib o'rganishdi. 10 o'rganib tashab qo'ysangiz, bo'lta o'rganib bu yil boshlasangiz, hech nima foydasi yo'q. Hatta takrar o'qidim, bak tez to'xtaydi. Pokiz retlik o'qib az bo'lsin uzluksiz. Toshqan yugurib daraxtni qochib saqatga tashpa qoldirmay men baldochir ketibdi. Astin men saqman uzluksiz tirishaylar vaqtda. Kompyuterdan bolalar nayt yaxshi tirishyapti. Agar kompyuterga ko'ngil bo'lgandek, matnga ko'ngil bo'lib qolsanglar, biz unda palonchi 10 yil o'rganibdikan, 5 yil o'rganibdikan degan undagi qarab o'tmaymiz. Qanchalik tez o'rganib shuncha yaxshi. Shunman davomli mushu boshdan tat bolalar mush darsini tayyorlab o'taman. Mushu kompyuter o'qigan bolalar, mayli kompyuter o'qimagan bolalar bo'lsin, tirishib mushu tartib bo'yicha vaqt o'rganib bo'lmayli. Topshiriqlarni vaqtida ishlaylik. Agar topshiriq ishlamagan bolalar bo'lsa, men ma topdan chiqarib o'taman. Bo'ldi balonda bo'lsa, bugun mishash o'qiydi. Qolganni kelarki darsda men tafsiliy tushuncha beraman. Shanba yakshanbalari nahv maydon dars qilib o'tib beraman. Ravruz ching turib, o'sha darslarni vaqtida o'zlashtirib manglar. Bo'ldi, Allohga omonat, men darsdan chiqib ketdim.